Stullarni sifatini tekshiramiz. Aka, yerga tashlang. Nima qilyapsiz? Buni darvatda narigisini tashlang. Ko'ryapsizlar akalar, o'ta baquvvat, zo'ridan bo'ladi. Pastga tashlasangiz ham hech narsa qilmaydigan bo'ladi. Biz restoranlar uchun stullarni optim bog'iga yetib kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin, narxlari o'ta arzon narxlarda. Xo'sh, mana shu 6 kishilik keladigan bo'lsak, narxi 3 million 600 ming so'm. Bir komplet olganlarga ham bemalol chiqarib beraveradi. Dastavkasi O'zbekistondan 12 davlatga kelishilgan holatda. Menga 4 talik kerak deganlar uchun 2 million 600 mingdan materiallar o'ta zo'ridan bo'ladi. Kraskasiga keladigan bo'lsak, o'chmaydi, ko'chmaydi, hech narsa bo'lmaydi. 8 talik akalar 5 million 200 ming so'mdan dastavkasi O'zbekistondan 12 davlatga kelishilgan holatda. Menga turetskiy stullar kerak deganlar uchun akalar do'konlarda 150-120 dollar so'rashyapti. Bir donasi akalar 750 ming so'mdan arzonrog'i ham bor. Narxi ko'rishingiz mumkin 650 ming so'mdan xudo xolasa chiroyli qilib dastavkalarni qilib berishadi. Komplet narxiga keladigan bo'lsa, kelishilgan holatda telefon qilasizlar, chiroyli narxlarda qilib berishadi. 4 talik, 6 talik, 8 talik bemalol tayyorlab berishadi. Manzilga keladigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Bo'yi tumani kommentariyadan bo'lyapti. Ekran pastida telefon raqamlari bemalol qayta chiqarasizlar. Tars like bosishdan chiqmasin.